Nima? Quyonlar qochmayapti. Aniqrog'i ko'payish qiyin, shundaymi? Akalarim, muammoni yechimi bor. O'ylamaysizlar. Aksariyat mijozlarimizdan flander yoki strakach quyoni ular bizdan xarid qilgandan keyin 6-7 oylik bo'lgan vaqtlarida ularni qochirishda muammoga uchrashadilar. Muammo nimada? Muammoga obyektiv va subyektiv yondashamiz. Misol uchun muammoga chuqurroq yondashsak, quyon qachon qochish erkak quyonni xohlaydi. Organizmi единственный sog'lom, yetilgan, tayyor bo'lsa, u jonivor erkakni xohlaydi, erkak quyonga borishni o'zi, ayol quyonni o'zi ham xohlaydi. Lekin siz quyonga yetarli ozuqa bermayapsiz. Quyon tabiatga o'zi yugurib yurib xohlagan o'tini, giyohini, tomirini, daraxtni tishlab yeb, o'ziga vitamin kerakli ozuqani to'play olmayapti. Sizni maydagina ixchangina katagingizda sizni qo'lingizga qarab turibdi. Beda tashlaysiz, 4 ta archilgan sabzini po'chog'ini tashlaysiz, kachga tashlaysiz. Ziyofat. Deysiz quyonni, как будто dahshat qildingiz. Karam tashlaysiz, qayergadir ishib qo'ygan kimdir karam yeydi bu, karam. Tashlaysiz, tashlab qo'yasiz, bir qilib butun karamni qo'yib qo'yadi. Quyon meni duo qilyapti. Jistakam, ana shu savol beradi, kommentar, misol uchun direktda yoki lichkalarimga savol berishadiki, shunaqa qilaman, yaxshi qarayman, bu yerda beraman, bu qilaman. Yo'q, birodarlarim. Biz oldingi zamonlardek jaydari, mesni quyonlarni boqmayapmiz. Bizlar o'zi nasldor, zotdor, ro'zg'orga daromad keltiradigan quyonlarni boqyapmiz. Va undan nasl olib, uni bolalarni sotishni maqsad qildik. Endi sal boshqacharoq rejimda yondashamiz bu vaziyatga. Nima qilish kerak? Quyonni ko'payishi uchun unga kerakli ozuqa ratsionlaridan ta'minlab berishimiz kerak. Misol uchun o'zini maxsus ozuqalari bor. Korm, ya'ni yemi bor. Tarkibida necha xil arpa, bug'doy, beda, sulu, kepak, yana plus bu tomonida premium vitaminlar, kalsiy, magniy, B2 vitamin nimadirlar aralashmasidan xuddi mana shu shakldagi korm. Hamma narsa aralashmasi. Shundan berasiz. Quyon buni yeb o'ziga kerakli ozuqalarni to'plab, o'sib, rivojlanib, suyaklari to'lashib, yaxshi bo'lib, ko'payish jarayonigacha tayyor bo'ladi. Вот именно flanderlarda esa bu ozgina sal qiyinroq kechadi. Bu yerda nima qilish kerak? Yordamchi vositalardan foydalanish kerak. Quyonni qochirishdan 10 kun oldin nimalar qilish kerak? Aytib o'tib ketaman. Birinchi navbatda evermek ukol qilasiz teri ostiga. Parazitdan xoli bo'ldi. Endi quyon nimaki yesa o'ziga yuqadi. Keyin albendazol ichirasiz. Chunki nimaga qilinish kerak ish bo'lsa, quyonni qochirishdan oldin qilasiz. Qochirib bo'g'oz qilganingizdan keyin unga hech qanaqa dori qo'yish mumkin emas. Quyon va bolalarga zarar. Endi alben va evermek urildi. Parazitlardan quyon xoli bo'ldi. Qutur, kana, bir qarshi va albatta bizga yoqmaydigan arji vijimiji kasallar. Bo'ldi, tamom. Всё, endi vitaminizatsiyaga o'tamiz. Mana vitamin Yeselen, o'zi mini kamera turibdi, sizlarga o'qish qiyin. Yeselen vitamini bu erkak va urg'ochi quyonlarni o'sishiga, muskullarni rivojlanishiga va обязательно urug' bachadonlarni rivojlanishini alohida rag'batlantiradi. Kuyuk kemayotgan quyonni kuyiktiradi. Men mushagiga ukol qilaman. 0,5 mg sonidan ukol qilaman. Sonidan ukol qilishni effekti yaxshi, lekin salgina xavfli. Quyon bitta qimlab borsa, nepravalin ukol nerv sistemasi falajlab, quyon qiladigan darajaga qo'yish mumkin. Oson usuli teri ostidan 0,5 qilmaysiz, 0,7 qilasiz. Ta'siri sal uzoqroqqa cho'ziladi. Misol uchun ta'sir bo'lishi birdan ta'sir bo'lmaydi, sal sustroq ta'sir bo'ladi, lekin bezarar. Terini bo'yin tepasidagi terisini shuni ko'tarasiz, qo'lingizni tiqasiz, shu yerda teri bo'shlig'i orasiga ukolni jo'natasiz. Quyon dozani oldi. Uji polyotsa boshlanadi. Quyon rivojlanishi boshlaydi. 5 kun ketma-ket qilingan muolaja keyin oxirida Gamavit vet aptekalarda sotadi. Agar vesavoy quyon, misol uchun vesi 6-7 kilodan plus bo'lsa, 1 gram qilavering, tajribadan o'tilgan. Qo'rsangiz 15 gram qiling. Mayda 5 kilodan past bo'lgan tana vazni quyonlarga
0,5 milligram. Katta vesovой quyonlarga 1 gram sonidan ukol qilasiz. Keyin nima bo'ladi? Quyon jonivor erkagini xo'xlab qoladi. Shunni xo'xlab qoladi. Qarab qidirib yaqa deydi. Erkakni oldida qo'ysangiz, kerak bo'lsa erkakning ustiga o'zi sakraydi. Bu quyonni kuyikib tayyor bo'lib gazingni beraman deb turayotgan jarayon. Xuddi o'sha muolajani erkak quyonga ham qilasiz, chunki u ham обязательно katta ishni u bajaradi. Unga ham xudodan ashsha qilasiz. Qo'shasiz, pap, ish bitadi. 3 marta. Akalarim, muammo hal. Nima muammo? Hozir buni siz azizlarga bittasini qilib ko'rsataman. O'zi обычный men hozir strakach, 3 ta strakachimni qo'chirishga tayyorlayapman. Bittasini ko'rsataman sizlarga. Hozir ko'rsataman. Hop, strakach quyonchamiz. Qo'lni ko'rib, kiyikka qochib olgan. Katta shpritsdan foydalanyapman. E selen vitamini sal quyuq. Mayda shpritslarga kirishi juda ham qiyin. Shuning uchun katta shpritsdan foydalanyapman. Bismillah. Ana bu akhirinchi ishlaydigan vaqtimiz keldi. Sizdan bola olishimiz kerak. Bekorga boqqanimiz yo'q. Ko'rib turibsizlar? Mana shu holatda teri osti bo'shlig'ini ko'ryapsizlar-ku sizlar. Aytmaysizlar, aka, ko'rinmayapti-ku deyish kerak-ku. Mana shu holatda teri osti bo'shlig'ini nima qilasizlar? O'z kamera yana yaqinroq olib kelaman, aka. Siz ko'rmayapsiz-ku. Nima aytmaysiz, aka? Ko'rinmayapti deyish kerak-da. Xo'sh. Mana shu holatda terisini ko'tarasiz. Mana shu yerda bo'shliq bor. Mana shu yerda bo'shliq bor. Terisini ko'taryapman, ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda bo'shliq bor. Mana shu yerga yesilin vitamini uramiz. Bitta chiziqchagacha uramiz. Mana bismillah. Qo'l kirdi. Hoppa. 1 gram qo'l kirdi. Bo'ldimi? Yana bitta голубой strakachimiz. Bu kishi ham zo'r strakachda. Bo'llari ham yaxshi narxga sotganmiz. Juda katta narsa. Shunga to'qolchalarni olib qo'yamiz. Sizlar ko'rishim kerak. Hoppa. Bu kishi esa qora adlitovni strakachimiz. Har bitta ishni o'ziga yarasha qiyinchilik, mashaqqati bor, ilmi bor. Birinchi bo'lish qiyin, ikkinchi bo'lish oson. Hozir biz, misol uchun shaxsan men siz azizlarga ikkinchi bo'lish imkoniyatini taklif etyapman. O'zimdagi tajribalarimni imkon qadar siz azizlar bilan baham ko'rishga harakat qilyapman. Nimaki savollar bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Tushunarli bo'lishi uchun, siz azizlarga imkon qadar tushunarli bo'lishi uchun o'shani video qilib chiqishga harakat qilamiz. Birodarlarim, quyon boqish daromadli ish. Keyingi videomizda YouTube uchun kattaroq video qilamiz. Quyonlardan kelayotgan daromad. Shot. Eng zo'r joyi o'shani videosini olamiz. Qanday qilib ko'plar aytadi, quyondan foyda bormi? Kim oladi buni? Buncha narxi quyon kim sotadi? Olim kino ajoyib xayolparast retro kino bor. Qalay keladi. O'sha quyonchilikdan daromad qiladimiz degan vaqtda o'sha biz aytgan gapni eshitgan odamlarning kalasiga shu narsa keladi. Bu обычный holat, chunki ular bunaqangi turdagi zotli quyonlar bor ekanligi haqida aniq ma'lumotga ega emaslar. Bu ma'lumotni esa keyingi videoda kutib qolasizlar. Salomat bo'lasizlar. Nima deymiz akalar? To'ppa-to'g'ri. Quyonchilik avjida. Salomat bo'lasizlar.